Akalar, bunga bitta e'tibor beringlar. Hamma darvozani oddiy shumka qilayotgan paytda Saidullo aka mashinalarga qilinadigan shumkada yasayotgan darvozalarni shumka qilib berar ekan. Qo'yilmisizlar? Hozir bunisidan yana nimadir qilinadimi aka? Buni ustidan mana qattiq feliplex qo'yiladi, yumshoq emas. Bu yana qisadi. Situr umuman ovoz chiqmaydi. Eng full variantda shumka qilib berasiz ekanda. Ha, eng full variant. Mana hozir mana umuman ovoz yo'q. Bu tomonda ovoz bor, bu tomonda ovoz yo'q. Gap yo'q. 4 metrga 4.20 bo'lgan mana shu darvozamiz narxlari ham anchagina arzon chiqqan ekan va eng sifatli materiallardan ishlatilgan. Hatto kraskasi ham, gruntovkasi ham, laklari ham eng sifatli materiallardan ishlatilgan. Bu darvozani 2 yil oldin o'rnatib berishgan ekan. 4 metrga 4.40 razmerda bo'lgan. Eng zo'r materiallardan foydalanishgan. Saqchili shumka bo'lgan, ya'ni mashinalarga ishlatadigan shumkadan foydalanib berishgan. Kraskasi ham, materiallari ham eng zo'rlaridan bo'lgan ekan. Xullas, sizlarga ham shunaqa eng zo'r darvozalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, akamizga murojaat qilishingiz mumkin. 1.700.000 so'mdan 1 kvadrat metrini 200 dollargacha qilib berisha oladi. Saidullo akani Namanganda juda ko'pchilik tanishar ekan, ya'ni 2005-yildan beri darvoza sohasida aka o'sha eng injiq odamlar uchun ham qilib bera olasiz. Bizga o'zi faqat injiq odamlar uchraydi. Eng injiq yuragi tor odamlar ham bizga kelib uchrashishi, ishlarni chiroylab bitirib beramiz. Xullas, mana shu darvozani ham Samarqand uchun, Qirg'iziston uchun qilib beryapti ekan. Amerikada ishlaydigan akalarimiz zakaz berishgan. 200 dollardan 1 kvadrat metr bo'lganmi? Nima sababdan bunaqa bo'lgan ekan? Narxini qimmatligi nima sababdan? Narxini qimmatligi polностью material qalinda bo'lgan, 10ga 5 ta bo'lgan, 10ga 5 ham sharnir tomon 2,5 da bo'lgan, qolgan tomonlar 2 lik bo'lgan, polni mashina shumka bo'lgan. Keyin orqa tomoni ham mana rol o'ynadi. Orqa tomoniga ham gruntovka sepilgan, keyin qimmat krasivlar, qimmat brendiviy lak sepilgan. Mana orqasiga ham mana darvoza ko'rinishi qo'shqatib ketilganda, o'sha o'zi darvozaga rasxod katta. Ko'p mehnat qilinadi, ham dizaynerga ham ishlanadi. Mashina hozir 2-3 odam ham ko'tara olmaydi ekan. Juda ham og'ir ekan, sababi eng xali materialdan ishlatilgan. Aka, butun Esengi davlat bo'yicha xizmat ko'rsataverasiz. To'g'ri, Esengi davlat Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga kelishuv asosida o'rib o'rnatib beramiz. Eng arzon necha puldan qilib berasiz darvozalar? Darvozaning eng arzoni 1.300.000 dan boshlanadi.